Niyetingizde to'yuz qilib, yaxshi qilib, ertang uyalmay turgan qilib, Mekenim Qirg'iziston 4-nomerni bizga shaylab bergilar. Xudoyim shaylanib qola turgan bo'lsa, bora turganlar. Endi bardig'i boradi, xudo xolasa. Shaylanib qola turgan bo'lsa, bundan keyin ham yaxshiroq narsalarni uyushtirib, bunday stadiondan dag'i cho'ng'aytib, sport zalida kechaganda nima deyam aytildi, ham uni Alisher bilan Baxolbeklar keyingi shaylanib o'tib qolsa, Xolbek o'zi suylashaveradi chekadan. Alisherni o'zini oldina borib, problemalarni aytib qo'yaveradi. Endi sizlar shunday durujniy bo'lib, bardinglar, tegiz. Bundan keyin ham bizning g'ayrat eng oldingi ayillardan. 13 ayilning ichida eng oldingi durujniy ayillardan biri hisoblanadi. Bizda ayillar yo'q. Kechagi ancha-muncha mehmon uzatganda ham, bunday top-to'lib o'ynaganda dag'i birimdikda bizning g'ayratga yeta turgani yo'q. Shunday tempda ketaveraylik, bardig'imiz yaxshi kunlarda, yomon kunlarda biz bardig'imiz birga tegiz bo'laylik. Anan обязательно 4-nomer saylovda. Odan keyin dag'i bir narsani aytib qo'ying, g'ayrat qo'qishdan birinchilikni olib qola turgan bo'lsak, 500 ming g'ayrat uchun beriladi. Bu 2 ayil yo'q berdi. Og'artuv bilan Mamajon yo'q. To'g'ri? Qolgan 11 ayilga beriladi. Biroq birinchilikni olishimiz kerak. Birinchilikni ola turgan bo'lsak, 500 ming qo'limizga tiyib qola turgan bo'lsa, biz mana shu yoshlar bilan o'rtadagi odamlar bilan suylashib turib, masshtabni g'ayratga bir narsani o'ndirib ola turgan bo'laylik, bir narsani qilib ola turgan bo'laylik. Qanotga 1 minutga. Ular bardi yosh bolalar ekan. O'sha 500 mingdan какой-то bir 3'ten 1%'in bizga bo'lib bergan yosh bolalar. 500 ming g'ayrat olsa, polni yoshlarga beradi. Yoshlarga berasiz. Men aytishim. Qo'l tashla. El stadion bor. Ular uçsalar. Baldar uğup turgula. Gayrat aylı. Utola turgan bolsa 500 ming alsalar, Addelni spor zalılarga 500 ming so'm men jo'p. Alisher'de atından. Ustuğarmı? Kozuyup Alisher'de atından 500 ming. Ben daha bir narsani aytayın, jigitlar. Daha bir narsani. Biz itaglar görüp, bardinglar görüp turasizlar. 5 yil burun bunday stadion yo'q ular. 5 yil burun bunday mektep yo'q ular. Hozir 30 yildan beri Qashqastoqqa taqir-tuqir qilib mashina bilan 20 minut, 30 minutda tushib turgan. Hozir barjoq normalni. Bundan keyin ham normalni bo'la turgan bo'layli. Normalni bo'lish uchun biz o'zimizning hududlarda shaylashimiz kerak. O'shalar bilan Giyim buna Xolbek o'tganda aytdim, Mirlanlar ham shu yerda bo'ldi. Riboy mal, ular biz uchun kuyat. Aytsak so'zimiz oladida 10 tasini bo'lsa ham 5 tasini olishdi. Хорошо. Endi buni to'g'ri tushunaylik. Sirtdan kelgan odam hech qachon uni qila olmaydi. Ular ham o'zini torta turgan bo'ladi. O'shaning uchun biz tortishaylik, birgalashib, beldashaylik, bir o'zimizga olib kelib qo'ya olaylik. Temboli deputatda bizning okrugdan qancha ko'p saylanib qolsa shuncha yaxshi. Bu yerda ham birga bo'lamiz. Jigitlar, bor birga olaylik. Bir, Mekenim Qirg'iziston. Hozir mana 20 ming aqchani bo'lib komandalarga prizlarni qo'ydik. Men sizlarga ochiqini aytib qo'yayin. Utuldim, men ketib qoldim degan bo'lsin. Bu oxirgi o'ringa ham aqcha bo'ladi. Хорошо. Bunu tegiz görüp az olsa da köp qatarında görgüler. Mana bu yerda Daniyar buna barjoqni chechib turib, men hozir bir yerga ketib qolam. Daniyar barjoqni chechib turib, sizlarga prizinglarni barjoqni topshiradi. Qana endi bir narsani aytaylik, durujna bo'lib turib, 4-nomerni saylaylik. Bu yerda 4-nomer deganim sababi Mekenim Qirg'iziston, Mekenchil degan adasha turgan so'zlar bor. O'shaning uchun 4 ta bizatni aytdim. 4-nomerni saylasak, xudo xolasa utuq bizniki bo'ladi. Endi keyingi nimalarda dag'i ham bundan yaxshi uyushun bo'lsin. Qarang, bir pataqlaylik. Tinchlikda, omonchilikda doim shunday yoshlarimiz biz mana yoshlarga qancha qo'ldasak, yoshlar ertang kelajagimiz. Sizlar uchun biz bugun o'tamiz. Sizlar ertang bizning bolda-chaqalarimizni, nevaralarimizni sizlar yetalab jura turgan boldarsizlar. Davay, kim utsa, kim kuchli bo'lsa, kuchlisi utsin, bardimizga tegiz taralsin. Allohu akbar. Mekenim Qirg'iziston. Boldar. Yoshlar, buna so'zdik. Talgat, sen yoshlarga aligindaysin-da, paket starsiysin, turab, trener oltasin, boshqa oltasin kam. Men so'zime javob bera turgan bo'laman. Liboyni tanıysan. Kozuyup Alisher dağıtınan
Joş ayılında 11 ayıldın içinden Gayrat birinci orunda alsa 500 000 so'm berilbese men uyuma geleveresingler. Хорошо. Uqtuңarбы? Matыңardağı bolat, spor zalıgar liboy olur. Hem oşonday adam özüne sizlerge işlenip turayt otat, bunu aktaylı. Uyat bop koyaylı. Poziyip Alişer 4. Ana desinler.